o'g'lingga qanaqa tarbiya bergansan, to'y kuni ham yo'q, qochib ketdi. Sen qizingga qanaqa tarbiya bergansan, o'g'limiz boshini aylantirib Antaliyaga olib qochib ketdi. Xalq nimadagi odam bo'laman, qancha xarajat qilganimni bilasanmi? Nima bo'ldi? Iltiqoy. Menda bir g'oya bor. Qanaqa? Yo'q, ko'rsataman. O'roqboy hech kim sezib qolmaydimi? Yo'q, hech kim sezmaydi. Arsizlarga qaraylik. Ketdik. Hayot bu komediya, turishi tragediya. Stop, hozir hayotingni tragediya qilaman, yaxshirog'idan ayt, Dadajon, kim turadi to'ylar qilsam? Hayot bu komediya, turishi tragediya. Voy, bu to'yini qancha berdi? Yozib qo'ygin buni, erta ko'zga tushadi. Nechib berdi? 15 ming. Yozma, umuman yozma. Bu ikkalasi ham begona emas. Bu yoq ham tanish, bu yoq ham tanish. Shularni chimirdiq to'ylari, nevara to'ylari, evara to'ylariga onasini. To'g'ri qilaylik. Raislarimiz onadan boshladi, artistlarimiz o'z qo'shig'ini boshladi. Play the boss. Obbo, yana yig'laydi bu, yana yig'laydi bu. Shu o'g'lim bilan qizim baxtli bo'ling, ha? Baxtli bo'lsin. Qo'sha qarasin. Qaranglar. To'rtdan aka. Qo'y o'lmasam. Pitma bu yoqqa kel. To'rtni bu yoqqa olib kel. Yo'q. Olib kel. Yo'q. Bu yoqqa olib kel. Bermayman. Ber. Xumpar, nima edi bu? Janon bo'laman deb. Jonlay topdimi? Siradan o, yo'llarni sog'ayib. Stop. Stop. Nima edi bu? Bir. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin.